Butunligicha pishgan qo'zichoq go'shtini mazasi qanaqa bo'larkan deyotgan bo'lsanglar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Men o'zim degustatsiya qilib sizlarga ma'lumot beraman. 10-15 kilo qo'zichoqlarni 5-6 soat vertelda aylantirib, undan keyin ozgina mangalda pishirib yorishar ekan. Menyu yengillanganligi sababli men o'zimga hamma taomlardan yetib oldim. Qo'zibekka mazasini ko'rishdan oldin ishtahani yanada ochib olish uchun limon xis sharbatidan ichib oldim. Keyin limonlarni ustiga siqib yeyishni boshladim. Go'shtni o'zingizlar ko'rdinglar-yu qanaqa tayyorlanishini. Mazasi ham shunga yarasha zo'r ekan. Kabob bo'lib kabob emas, mangal bo'lib mangal emas. Xullas o'rtasini olib noodatiy ta'm hosil qilishibdi. Mazasi menga yoqdi. Endi navbat qo'yi koreykasidan tayyorlangan qozon kabobga. Bu taomning ham mazasi yaxshi, me'yorda pishgan. Kichkintoy bo'lgan kartoshkasiga alohida bitta 5 bor. Mantini ham xamirlari yuqa, ichidagi masalliqlari ham me'yorda solingan. Kelib bitta yeb ko'rmasanglar bo'lmaydi. Do'lma, 5 barmoq, qovurma lag'mon, undan tashqari desertga shirinliklarni ham topishinglar mumkin. Sababi Qo'zibek Chokolokma bilan kollaboratsiya qilib ochilgan. Shirinliklar ham xafa bo'lishmasin deb ularni ham birin-ketin paqqos tushirdim. Keyin bo'lsa qulupneli choydan ichib oldim. Qo'zibekda shunaqa shokoladli sharshara ham bor. Bemalol kelib degustatsiya qilib ko'rsanglar bo'ladi. Atmosfera prosta top. Ichki va tashqi dizaynlariga alohida e'tibor berilgan. Xohlasanglar stul, xohlasanglar divan kresloda oila bilan, do'stlar bilan mazza qilib ovqatlanib ketsanglar bo'ladi. Yana bitta zo'r tarafi tug'ilgan kun va har xil tadbirlarni ham o'tkazishingiz mumkin. Alohida fotozonalari ham bor. Farzandinglar mazza qilib o'ynashi uchun ham bolalar maydonchasi mavjud. Manzil Shifonur ko'chasi 8, Aziya savdo markazining 4-qavati.